520 chiqdi Akmaljon aka. Mana buyda. 520 kilo. Kelar. 520 kilo. Topganga sürprizi bor debman, mana ko'rsatdim. Kilo. Yakka olishing kerak edi. Mingta ish bor dedi. Mingta. Hozir shu qani tortamiz akalar. Taxminlarda yozib ketinglar kommentariyaga deb. Bu tortilib qo'yib bo'ladi aka. Instagramga qo'ysak naqsi bo'ladi. Qani ketdik. Yetib to'la. Ha, endi xudo xolasi bir harakat qilsanglar bo'lar ekan. Instagramdami? Men 4600 dollar. Aldayog'ini kecha bilib taqir qo'yib o'rgan ekan, uni ko'rmaganman. Mana hinchada chiqsam bular. O sonda mayriga o'xshab ketgan ekan. Ona depala olgan ekan. Voya. Aka mashaq o'tkazib oling buni. Hammasi 17 million so'mdan olingan ekan bitta joydan. 7 oy oldin. 480 ustida 500 bu yog'i chiqyapti akalar. 540 kilo, 548 kilo chiqqanlari ham bo'ldi. Yerda. Eng pasti 400. Eng pasti hozir Bismillahirrohmanirrohim. Eng pasti 406 kilo olinlari ham bor. Ha. Gelmez mi? Topganı yiyor aramı. Sen 580. Zo'r aka. 580. Men chaqirmay qolmamiz. Bu koltuğunu gördün? 580 kilo. Abdurrahman ciddi ipni uzura o'shada hozirginaqa yiqilsa mol uchun yuraverib tag'in. Mana nolashdimi men? O divanga chaqib beravermi yotaversan. Ha, 580 kilo. Tak. Uzura o'sha endi uzura o'sha. Hop. Gala 580 kilo chiqdi. Bu ham mana shu 17 million so'mdan olingan ekan hammasi. Endi bu yerda hop, eng kichkinalari 406 kilo chiqibdi. 467 kilo, 475 kiloylari bor ekan. Eng kichigi 406 kilo kelibdi akalar. U ham mana shu 17 million so'mdan olingan ekan. Endi eng balandlari hop 503 kilo, 534 kilo, 532 kilo, 520 kilo, 548 kiloylari bor ekan. Bu yerda 580 chiqdi hozirgi. Hammasi 17 million so'mdan olingan ekan. 7 oy oldin akalar. Bir kommentariya yozib ketinglar. Xohlasa like bosib obuna bo'lib qo'ysanglar xursand bo'lamiz. Akalar, chiroyli, manfaatli videolar qilib boramiz. Ishxonada ishlar ko'pay. To'g'ri g'izzavodda ishlaymiz. O'zimiz g'ish ishlab chiqaramiz. Xom g'ish, drabka xizmatlari bor. Bug'doy makkalar maydalaymiz. Hozir bug'doy drabkada bug'doy makkalar ko'payib ketib, kecha bozorga chiqqani qiylanyapmiz, chunki chiqa olmayapmiz akalar. To'g'ri tushunasizlar. Xudo xolasa mana shu payshanba kundan, haftamizning payshanba kunida inshaalloh qilamiz. Xudo xolasa saharda 1 soat, 2 soatga vaqt ajratib inshaalloh videolar qilib boramiz. Sekin-sekin to'g'rilaymiz akalar hammasini. Sharxonga boramiz, boshqa joylarga boramiz. Ichki ishlarni o'z yo'liga qilib olsa inshaalloh hamma bozorga borishga harakat qilaman akalar. Shu ishni boshladim, xudo xolasa oxiriga yetib chiroyli qilib, cho'tki qilib olib ketamiz. Aha.